Biz juda kichikmiz. Bu shunchaki Koreyadan kelgan kichik bir guruhmiz xolos. Unday emas, unday dema. Aslida ham shunday. Qo'ysangizchi, unday emas. Bangtan TV tomonidan YouTube va Telegram kanali uchun o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Yigitlar, Rolling Stone jurnalining muqovasiga yana bir bor xush kelibsizlar. Biz qaytdik. 100 qo'shiq, hatto 110 ta qo'shiq sizlardan eshitishimcha, tanlov uchun qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan ekan. Ularning sonini qanday qilib qisqartirdingiz? Aynan nimaga e'tibor qaratishni qanday hal qildingiz? Ulardan nechtasi to'liq tayyor bo'ldi? Qaysi qo'shiqlar albomga kirmay qoldi va aynan qaysi qo'shiqlar haqida hali ham o'ylaysiz? Biz yozgan qo'shiqlar nima bo'ladi endi? Qiziq. Har kim ulardan o'z solo ijrosi uchun foydalansa kerak. Ehtimol ularni boshqa birovga bermasdan o'zimiz o'zaro ishlatarmiz. Avvalo, biz yozgan barcha qo'shiqlarni birgalikda yig'ilib tinglab chiqdik. Kompaniya xodimlari ham ularni alohida tinglab chiqishdi va shundan so'ng biz o'z fikrimiz bilan bo'lishdik. Masalan, bu qo'shiq yaxshi ekan, bu qo'shiq esa guruh albomiga biroz to'g'ri kelmas ekan kabi fikrlarni bildirdik. Shu tariqa barcha qo'shiqlarni birgalikda birin-ketin tinglab chiqdik. Menga bu qo'shiq yoqyapti, senga esa yo'q degan gaplarda bahslashdingizmi? Bu qo'shiq albomdan joy olish kerak edi. Bu muhokamalar qanchalik keskin o'tdi? Zero albomga qaysi qo'shiqlar kirishi juda muhim masaladir. Aslida hech narsa hali hal qilinmagan edi. Shuning uchun bu kabi kelishmovchiliklar yuzaga kelmadi. Biz o'zaro to'xtamga kelardik. O'zaro kelishmovchiliklar bo'lgan. To'g'risi, fikrlarimiz juda ham o'zaro har xil edi. Har birimizning o'z xohish istagimiz bor. Shuning uchun albomga nimani kiritish kerak, nimani esa yo'q degan masalada faqatgina bari borasida bahslashdik. Yana One More Night ustida ham jarayonining o'zida ham qo'shiq almashtirish bo'yicha uchrashuvlarimiz bo'ldi. Yakunda ba'zilarini baribir olib tashladik. Ayrimga juda yoqib qolgan bir qo'shiq bor edi. Qo'shiqlarni olib tashlayotganda emas, ular ustida ishlayotgan paytda qo'shiqlarni tanlayotgan jarayonimiz haqida gapiryapmiz. Ha, shundaymi? Ha, o'sha vaqtlar bizda muammolar yuzaga kelgan edi. Kelishmovchiliklar ko'p bo'lgan. Qaysi birini qo'yish, qaysi birini esa olib tashlash kerakligi borasida. Masalan, oramizda 2 kishi qo'shiq mana shu albomda bo'lish kerak deb oxirigacha turib oldi va buni aniq faktlar bilan tushuntirib berdi. Ko'pchiligimizga birdek yoqqan qo'shiqlar ham bor edi. Ko'p tortishuvlar bo'ldiki, hatto hammasini eslay olmayman. Demak, sizlar umuman boshqa 14 ta qo'shiqni tanlashingiz ham mumkin edi. Va hozir biz sizlar bilan bu albom qanaqa chiqqani haqida mutlaqo boshqa mavzuda gaplashib o'tirgan bo'lardik. Xuddi shunday. Oralaringizda hali ham xayolingizdan ketmayotgan, unuta olmayotgan birorta qo'shiq bormi? Bir nechtasi bor shekilli. Bor bo'lgan taqdirda ham baribir sizga ayta olmaymiz. Hammada albomga kirmay qolganidan afsuslanadigan bir nechta shunaqa qo'shiqlar bor. Bu albom juda ham kuchli va ajoyib chiqibdiki, menimcha u sizlar 2022-yilda o'zingizga bergan savolga qisman javob bo'la oladi. Butter, Permission to Dance va Dynamite'dan keyingi o'sha savol. BTS o'zi kim va ular bundan keyin nima qilishadi? O'shanda keyingi yo'nalishni tanlayotganingizda ichingizdan nimalar o'tgan va nimalar haqida o'ylagansiz? Menga bu juda qiziq. Biz o'zimizning kimligimiz haqida faqat shu albomda gapirganimiz yo'q. Umuman olganda, buni doim qo'shiqlarimizda singdirib kelganmiz. Keyinchalik ham bu haqida gapirishda davom etsak kerak. Yoshimiz ulg'aygani sari va atrofimizdagi muhitga qarab fikrlashimiz ham o'zgarib boradi. Bizningcha mana shu o'zgarishlarning o'zi biz yurishimiz kerak bo'lgan to'g'ri yo'nalishdir. To'g'risini aytsam, biz doim guruhimizning kimligini xayolda tutib ishlaymiz. Bu safar esa aynan mana shu kimligimizni yanada yaxshiroq ko'rsatib beradigan albom yaratdik. Qanaqa qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar, xoh Butter, xoh Dynamite yoki Permission to Dance bo'lsin, biz doim ayni damda qanday holatda turgan bo'lsak, o'sha vaziyatga mos musiqa yozamiz. Agar hammamiz birgalikda musiqadan zavq ola olsak, menimcha shuning o'zi harakatlarimizga arziydi. Menimcha armiyadan keyin hammamiz kelgan yagona umumiy to'xtam shu bo'ldiki, barchamizning ildizimiz Koreyaga bog'langan. Va hammamiz uzoq yo'lni bosib o'tdik, keyin esa hammasini o'sha yerdan yangidan boshladik. Asosiy fikrimiz qaytish, lekin shu bilan birga rivojlanishdan to'xtab qolmaslik edi. Musiqa borasida ham, vizual tomonlama ham biz shunchaki nimaga suyanishni va bundan keyin qayoqqa qarab yurishni qidirdik. Va menimcha hali ham hammamiz har xil fikrlaymiz.
Lekin koreys ekanligimiz bizning asl kimligimiz ekaniga shubha qilmaymiz. Menimcha bu umuman olganda reperlar va vokalistlar o'rtasidagi o'ziga xos raqobat hamdir. Umuman olganda qaysi tomon ustunlik qildi? Bu albomda har bir memberlar alohida ajralib turgan, porlagan. Lekin menga asosiy urg'u BTSning poydevori rapga qaratilgandek tuyuldi. Bu qanchalik rejalashtirilgan va chuqur o'ylangan qaror bo'lgani menga juda qiziq. Buni butunlay rejalashtirilgan deb bo'lmaydi. Biz shunchaki doim qo'limizdan keladigan eng yaxshi narsani qilishga harakat qilamiz. Shu sababli hammasi tabiiy ravishda mana shunday shaklga keldi. Bolalikdan shakllangan ildizlarimiz va ilgari tinglagan musiqalarimiz ham bizga o'z ta'sirini ko'rsatdi deb o'ylayman. 음악들과 이런 것들이 조금씩은 지금의 우리에게도 영향이 있지 않나라는 생각도 들고요. 네. Ha, to'g'risini aytsam, musiqa ustida ishlash bizga juda katta zavq bag'ishlaydi. 들고 있어서 그리고 Uzoq tanaffusdan keyin yana guruh bilan birgalikda ijod qilish ham maroqli bo'ldi. Shuning uchun ham mana shunday mutlaqo samimiy albom yaraldi deb o'ylayman. 오랜만에 온 만큼. 네. Menga Hooligan trekidagi mayin ovoz bilan kuylangan qism juda yoqadi. Bilasizmi? Bu qismni har biringiz qanday kuylaganingizni eshitish juda maroqli. Mana shu partiya qanday o'ylab topilgani va vokalistlar o'rtasida qanday taqsimlangani haqida nimalarni eslay olasiz? Bu qo'shiq uchun asosiy mas'uliyatni Jungkook o'z zimmasiga olgan edi. Hooligan Ha, yozish jarayoniga qo'shilganimda u aynan Hooligan ustida ishlayotgan edi. Menga eshitib ko'ring dedi va men tingladim. Siz aytgandek undagi vokal va rep qismlari haqiqatda ham juda puxta o'ylab ishlangan edi. Vokalistlarga kelsak, aslida bu qo'shiq to'liq reperlar uchun mo'ljallangan edi. Bizga hatto vokal qismlarini alohida taqsimlashning ham hojati bo'lmadi, chunki ular shundoq ham to'rtta qismga aniq ajratilgan edi. Umuman olganda, repga ham vokalga ham alohida to'xtalsak, albomda ularning hech biri haddan tashqari ko'p yoki og'ir bo'lib ketmasligiga harakat qildi. Menimcha, bu albomda juda yaxshi muvozanatga erishilgan. Eng baland vokal diapazon kimda? Eng yuqori falsetchi. Chiminning ovozi Chiminniki boshqalarnikiga qaraganda balandroq. Shuning uchun u bu albom uchun juda ko'p harakat qildi. Bu bizning guruh uchun har doimgi vazifa. Yuqori diapazonga ega bo'lganlar ham, past diapazonga ega bo'lganlar ham bor. Va biz har doim bularning barchasini qanday qilib eng yaxshi tarzda uyg'unlashtirishni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. 해결해야 되는 부분들이 있고 Va biz buni uddalay olganimiz tufayli ko'plab ajoyib qo'shiqlar yaratilishi mumkin bo'ldi. Mening diapazonim past. Shunday qilib, men oxirgi albomda ko'p narsa o'rgandim va u biroz yaxshilandi. 지난 앨범들로 인해 이제 계속 배우고 나서 이제 그나마 좀 괜찮아졌는데 Lekin men hali ko'p narsalarni o'rganishim kerak. Yo'q, sen yaxshi kuylaysan. Past tonlarda aytolmaganim uchun falsetdan foydalanaman. Ushbu albomdagi eng muhim qarorlardan biri Arirangni Body to Body qo'shig'iga kiritish bo'ldi. Xo'sh, Arirang qanday qilib bu taronaning bir qismiga aylandi? Bizning rahbarimiz Bang Shi-hyukda aynan shunday g'oya paydo bo'ldi. U prodyuser bilan birgalikda bularni bitta qo'shiq qilib birlashtirdi va bizga tinglashni taklif qildi. Birinchi marta eshitganimizda yo'q dedik. Ikkinchi marta eshitganimizda mayli, meni deyarli ko'ndirishdi. Uchinchi marta eshitganda esa meningcha aynan shu versiyani chiqarishimiz kerak deb aytdik. Etimiz jimirlab ketdi. Ba'zi odamlar bo'lmasligi mumkin, lekin ilgari bu qo'shiqni boshidan oxirigacha aytgansizlar. Uni qachon kuylagandik? 10 yil oldin Parijda. Parijdagi Kikonda. Bu axir 600 yillik tarixga unutilmas go'zal qo'shiq. Koreys millatiga mansub har bir kishi buni biladi. Ha shunday. U shunchaki avloddan avlodga o'tib keladi, hatto maktab darsliklarida ham yo'q. Koreyadagi har bir inson bu taronani qandaydir tarzda biladi. Sizga avval ham aytganimdek, armiyadan keyin bir qarorga kelishimiz qiyin bo'ldi. Ammo boya aytganimdek, hammamiz bitta narsani aniq bilardik. Ildizimiz baribir Koreyaga borib taqaladi. Kompaniya ham bizga kelgusi yil ichida nima ishlar qilmoqchi ekanligimiz bo'yicha tez-tez savollar berib turdi. Va ular bizga Howard haqidagi voqeani aytib berishdi. Bu 1896-yilda ro'parsa 130 yil oldin bo'lgan. Qizig'i shundaki, u yerda ham koreys so'zlari va ovozlarini ilk qo'shiqni yozib olish uchun kemada kelgan 7 nafar yigit bo'lgan. Shuning uchun biz buni taqdir deb o'yladik, xuddi vaqt mashinasi yoki aynan biz uchun atalgan sovg'adek.
Agar keyingi bobomiz Ariran ekanligini e'lon qilsak, bu bizni juda yaxshi ifodalab bera oladigandek tuyuldi. And I think it could symbolize us very well, and it's going to be Va bu judayam zo'r bo'ladi. really cool. Bu judayam zo'r eshitilyapti. Howard bilan bog'liq qismi shunchaki aql bovar qilmas darajada ajoyib. Bu rostdan ham juda ajoyib g'oya edi. Aliens qo'shig'i kamida ikkita ma'noga ega. Birinchisi, sizdek ajoyib yigitlar xuddi o'zga sayyoraliklardek betakror, ammo shu bilan birga chet elga chiqqaningizda sizga musofir, begona sifatida qarashlari haqida ham gapiryapsizlar. Meningcha, bu qo'shiqda har ikkala ma'no ham bor. Ushbu metafora va bu taronani qanday o'ylab topganingiz haqida aytib bering. Axir buni sen o'ylab topganding-a, Hyum? Aslida boshida qo'shiq matni Aliens bo'lmagandi. Atliens. Ha, Atliens edi va keyin uni Aliensga o'zgartirishni taklif qilishdi. Shuning uchun Aliensga almashtirdik. Buni Namjoon Hyun taklif qilgan edi. Aslida mavzu Atliens edi va bu xuddi shunga o'xshash edi. Qo'shiq juda ta'sirli va ajoyib yangrardi. Uni Meg Will Made It yozgan Udaho prodyuser. Mavzu esa qandaydir tugamas narsa haqida edi. Men esa bizga keskinroq va noyobroq narsa kerak deb o'yladim. Bu g'oyani kim o'rtaga tashlaganini eslay olmayman, lekin Atliens va Aliens juda o'xshash eshitilardi. Shuning uchun biz uni Aliensga o'zgartirdik. Matnni yozayotib, chet elda o'zimizni xuddi o'zga sayyoraliklardek ko'rsatsak-chi deb o'yladim. Va shunga o'xshash bir gap aytsak, og'ayni iltimos, uy ichida poyabzalingni yech. Mehmonxonalarda karavotga oyoq kiyimda yotishingni bilaman. U juda kir. Ya'ni buni hazil yoki sarkazm sifatida aytish mumkin. To'g'ri aytasiz, bu rosa rasvo odat. Men ham sizga 100% qo'shilaman. Qisqa qilib, bu albom koreys va osiyolik ekanligimizdan g'ururlanishimiz haqida ekanligini hisobga olsak, biz albomga koreys va Sharqiy Osiyoda yashovchilar sifatida bizga xos bo'lgan ba'zi jihatlarni kiritishni xohladik. Agar sizlar o'zga sayyoralik bo'lsangiz, demak kelasi yil Super Bowlga chiqishingizdan umid qilsak bo'ladi. Bu haqda nima deb o'ylashingiz menga qiziq. Qaysidir sababga ko'ra Bad Bunnydan keyin u albatta Amerikaga chiqishi ham zo'r bo'ladi, lekin Super Bowlga ingliz tilida bo'lmagan qo'shiq ijro etish g'oyasining o'zi odamlarda agar shunday bo'lsa nega BTS emas degan fikr uyg'otdi. Shuning uchun bu haqda nima deb o'ylashingiz menga qiziq. Agar u yerga bizni taklif qilishsa bora olamiz. To'g'risini aytsam, bu sahna biz uchun haddan tashqari kattalik qiladi. E'tibor uchun rahmat. Super Bowlda chiqish qilish har qanday san'atkor uchun haqiqiy orzu. Ayniqsa o'sha yerdagi madaniy muhitni hisobga olsak, bu rosa katta sahna. Biz o'z ishimizni chin dildan qilishda davom etamiz va bunaqa katta rejalarni esa vaqti kelib takliflarga qarab ko'raveramiz. Men o'sha chiqishni ko'rdim. Rosa zo'r bo'lgan edi. To'g'risi o'zimizni o'sha sahnada tasavvur qildim. Chunki biz sahnada juda kuchli guruhmiz. Agar bizda shunday imkoniyat bo'lsa, qanday zo'r shou ko'rsata olardik deb o'yladim. Lekin buning uchun avvalambor bizni taklif qilishlari kerak. Agar bizga shunday imkoniyat tug'ilsa, albatta undan unumli foydalanamiz. Chiqish qilishni juda xohlardim-ku, lekin bizni chaqirishlariga bog'liqda. Aslida Jungkook o'sha yerda chiqish qilishiga bir bahya qolgandi. Armiyaga ketishdan oldin o'sha yer uni taklif qilgan, lekin armiyaga ketgani sababli bu amalga oshmay qoldi. Rasman tan olamanmi yo'qmi, baribir bu dunyodagi eng zo'r shou va eng katta sahna deb o'ylayman. Bad Bunny o'shanda juda zo'r chiqish qilgandi. Men uning Puerto Ricolik va ayni paytda amerikalik ekanini bilaman. Shuning uchun u yerda o'ziga xos ma'no va vaziyat taqozosi bo'lgan deb hisoblayman. Biz doim agar Super Bowl shousining bir qismiga aylansak, xuddi Coldplay, Bruno Mars, Lady Gaga va Bad Bunny kabi boshqa san'atkorlar bilan birgalikda chiqish qilishimiz mumkin deb o'ylaymiz. Balki biroz vaqt o'tib odamlarning qarashlari o'zgarsa, bu vaziyat ham o'zgarishi mumkin.
all of the people enjoy Butun all dunyo watching, like, Parasitni ko'rdi. Parasite. Koreys madaniyati esa yer yuzida tobora ommalashib boryapti. Agar imkoniyat tug'ilsa, biz uni albatta amalga oshirishni xohlardik. Jungkookning Seven qo'shig'ini, ayniqsa o'sha kattalar uchun mo'ljallangan versiyasini ilk bor eshitganingizda qanday taassurot bo'ldi? Axir guruhda eng kenjasi bo'lsa, qo'shiqni eshitib juda hayron bo'ldingizmi yoki unga tinmay xabar yozib tergov qildingizmi? Xo'sh, nimalar bo'ldi? Rosa katta yigit bo'lib qolibdi. U yerda qanaqa so'zlar bor edi o'zi? Haligi seni butun hafta davomida sevib o'taman degan ma'noda. Qanaqa? Love you emasdi shekilli, u yerda qanaqa deyilgandi? Aslida u yerda nozik so'z bor edi, lekin muloyim versiyada uni love you ga aylantirganmiz. U yerda o'sha so'z bormidi? U kattalar uchun mo'ljallangan versiyasi. Ha, to'g'ri shunday. U yerda aniq qanaqa so'zlar borligi esimda yo'q. Aslida love so'zining o'rnida F harfidan boshlanuvchi so'z bo'lgandi. Kompaniya esa buni love so'ziga o'zgartirmoqchi bo'lgandi, lekin boshida u yerda F harfli so'z turgandi. Men kompaniyadagilarga iltimos so'zlarni o'zgartirmanglar, nima qilibdi, allaqachon katta yigit bo'lib qoldi-ku dedim. Aslida u yerda love emas, all night bo'lgandi. Ha, to'g'ri, guruh a'zolariga qo'shiqni qo'yib berayotganingizda o'zingizni noqulay his qilmadingizmi? Menimcha umuman tortingani ham yo'q. Men umuman uyalganim yo'q. Nima bo'pti? Nimasi yomon deb o'yladim. 2.0 qo'shig'ida sizlar orqangizdan quvib kelayotgan, sizlardan o'tib ketmoqchi bo'lgan o'sha taxminiy raqobatchilarga murojaat qilgansizlar. Lekin sizni o'z toifangiz butunlay alohida bir cho'qqa tushganingizni hisobga olsak, bu raqobatchilar kimligi menga juda qiziq. Men biz uchun yagona raqobatchi bu o'zimiz deb aytgan bo'lardim. Masalan, keyingi qadamimiz qanaqa bo'ladi? Biz ko'proq avvalgi obrazimizdan qanday qutulish va qanday qilib erkin, biroz yengil, lekin shu bilan birga kuchli biror narsaga o'tish haqida o'ylardik. 좀 더 여유롭고 뭔가 좀 그냥 좀 가볍게 하는데 멋이 있는 그런 것들을 Oldimizga aynan mana shunday maqsadlarni qo'ygandik. Mana shundan kelib chiqib musiqa ustida ishladik. Shu sababli 2.0 qo'shig'i ancha quvnoq chiqdi. Uning ijrosi esa BTSni avvalgi obrazidan butunlay farq qildi. Ijro ancha erkin va xotirjam chiqdi. Biz esa bu kayfiyatga juda yaxshi moslasha oldik. Eng boshida musiqa ustida ishlayotganimizda asosiy kalit so'zlar shoshma, burningdan qon ketyapti. Qara, mana bu yeringda. Rahmat. 2.0 boshlanishiga kelsak, nimaga hammangiz kulyapsizlar? Xulosa qilib aytganda, 2.0 qo'yasi birinchi bo'lib Hobby Hyungning hayolga kelgandi. Uning asosiy kalit so'zlari bo'lgan 2.0 bu Hobby Hyungni o'ylab topgan. Bu bizga ma'qul keldi va uni qo'shiq mavzusi qilib tanladik. O'sha sessiyada mana shunday o'tirgan edik. Vi, men va Jungkook. Keyin bu shunchaki majlis bo'lgani uchun rosa uyqum kelayotganda agar siz ham shunchaki ritmni o'zini eshitganingizda edi, ishonavering, o'shanda uyqusizlikdan o'lib qolay degandim. Qo'shiq mana shunchalik xotirjam, ohang jihatidan ham sokin chiqqandi. Men yonidagi xonada edim, qulog'imga chalinganda tovushlar shunday edi. Ha, shunday, faqat shu tovush eshitilib turgandi. Shu gap albom ustida juda ko'p prodyuserlar ish olib bordi. Sizning ham shaxsan prodyuser ekanligingizdan xabarim bor. Menga juda qiziq, balki so'zlardan aytaylik, Kevin Parkerdan biror yangi narsalar o'rgangandirsiz. Yoki bo'lmasa ular sizdan nimadir o'rganishdimi? Chunki buning ham ehtimoli juda yuqori. Umuman olganda, amerikalik prodyuserlarning musiqa yozishga yondashuvi ancha erkin. Ular o'z ishining haqiqiy ustalari, shu sababli men ham ulardan ko'p narsa o'rgandim. Ularning qo'shiq yozish uslubi men uchun butunlay yangilik bo'ldi. Shuning uchun ham ular bilan birga ishlash juda maroqli kechdi. Fia judayam ajoyib qo'shiq. Adashmasam, aynan shu trekda Michael Jackson va Britney Spears tilga olingan. Sizlardan kimdir ularning ijodingizda ko'rsatgan ta'siri haqida gapirib berishni xohlaydimi? Menga juda qiziq. Ular musiqa olamining haqiqiy afsonalari. Fia qo'shig'i aslida fire so'zidan boshlangan, chunki biz majlislarda eng ko'p shu so'zlarni ishlatardik. Kimgadir ritm qo'shiq matni yoki kiyim uslubi yoqib qolsa, darrov that's fire derdi.
like 100 Kuniga yuzlab times marta shu gap a day. takrorlanardi. Hear that Har every kuni day, faqat every shu day, so'zni and eshitaverib, every- oxiri hamma everybody shu starts so'zni to use the eshitadigan word. bo'ldi. Few Ha, of us demak making ular fun of bu the so'zni American tinmay producers aytavergani might uchun think, sizlar ham because they taqlid keep qilib saying, yurgan "Oh, ekansizlar. that's fire. Oh, Oh, that's that's fire, bro. fire, Oh, man." that's So it's fire, man. So we're trying to copy Shuning them. uchun Like, biz "Yeah, ham that's ularga fire taqlid too," qilib, you know? that's fire too So deb yuradigan I just, bo'ldik. like, Bilasizmi, men bu so'zni qo'shiq use that ishlatishga word qaror into a qildim song va and u just perfectly ritmga juda ham mos match the tushdi. beat. Bu trekni xuddi Then, konsertlardagidek I just odamni hope it telba could be, qiladigan like haqiqiy a- jo'shqin qo'shiq bo'lishini like a xohladim, nuts toki song, hamma unga like qo'shilib just mosh sakrasin pit. va muxlislar Everyone maydonda just could erkin, maza qilib just raqsga jump tusha olsin. and just doing the mosh pit thing. And then Nima uchun qo'shiqda why we use Britney va Michael the Jacksonni Britney tilga olganimizga and Michael kelsak, Jackson is there because chunki they are ular truly haqiqiy icons and nobody afsonalar just, va buni you know, hamma doesn't biladi. know them. Bor yo'g'i shu. That's all. Yeah. Demak, 2.0 Two is Point almost Seven'ni addressed sizlar it aynan yourselves, o'zingizga you said. bag'ishlagan But I mean, bo'lgansizlar. if I think Keyin, of any agar sizlarning competition raqobatchilaringiz for you, I haqida think qarab of, ko'radigan bo'lsak, bu Taylor ro'yxatga Swift, menimcha Harry Taylor Styles, Swift, Bruno Harry Mars. If Styles va there's any Bruno Marsni competition, kiritish that's who mumkin. it is. They're greater artists. Ular than us. bizga They're qaraganda so ancha mashhurroq va a ustunroq boy ijodkorlar. Biz shunchaki Koreyadan kelgan kichkina guruhmiz, unday emas, unday demang. Sizda ham shunday. Qo'ysangiz shunday emas. You know, it's Two Point about, Seven juda ko'p narsa about a lot haqidagi of qo'shiq. things. U yerda haters haqida ham gapirilgan. About haters, just like, you know, there are still Menimcha ularning hammasi uyda there bir are shisha really suvni qo'lga people olib, who just iltimos BTS pray yo'qolsin, with a bottle iltimos of BTS water tarqalib in their ketsin deb home duo and qilib just, o'tiradigan "Please, odamlar. BTS, just go fall down. Just please, BTS, just break apart and collapse." I think there are Shunaqa people insonlar like ham that. borligini yaxshi And so we're bilaman. thinking about, you know, Biz ular haqida okay, shunday guys, o'ylaymiz. for Mana 2-3 armiya years, tufayli we 2-3 yil have been ko'rinish apart, bermadik. like, Mana you 3 know, yil throughout ham the o'tdi. military, Bizni kutayotgan and armiyalar we ham bor. passed. Butun dunyo People are bizni still, kutyapti. you know, there are armies like waiting for us. The Shu world's paytgacha waiting for maza us. qilib erkin So you guys had your yurganingiz, little fun. endi esa biz sizlarning And then eshingizni knock, knock, taqillatib keldik. Piu-piu. Bye. Xayr. Va bor yo'g'i shu. BTS bugungi intervyu uchun sizlarga katta rahmat. Sizlarni yana Rolling Stone muqovasida ko'rib turganimdan xursandman. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Ovozlashtirishda Kim Lili ishtirok etdi. E'tiboringiz uchun rahmat.